Andijon bo'ylab beton quydirmoqchi bo'lib yurgan aka-opalarimiz uchun maxsus video. Xudo xolasa bu hozir Shahrixonda o'zimiz uyda bo'layotgan ishlar. Ustakalarimizni hamma instrumenti bor. Agarda siz beton quydirmoqchi bo'lsangiz, faqat mahsulotlarni olib berasiz. Bo'ldi, qolgani ustalarning o'zi. Apalavka, arava, balo battar siz hech narsa yugur qilmaysiz, bo'ldi. Sementini, shag'alini, armaturasi bo'lsa armaturasini olib berasiz, bo'ldi. Xullas kalom, Andijon bo'ylab bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ustakalarimiz mana ishlarni ko'rib turibsizlar. Mana shu uyimiz xudo xolasa 4-5 kundan keyin bitgandan keyin to'liq, yana uzunroq video qilib YouTube'ga joylaymiz. Qancha xarajat ketdi mana shu holatga kelgungacha uni batafsil ko'rib olishinglar mumkin. Ekranga hozir nomerlarni qoldirib qo'yamiz yoki kommentariyaga yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Ustaga bilan prямо o'zingizlar gaplashib, kelishib ish qilaverasizlar.